Filmga obuna bo'linglar. Men Koreyaga kelganimga oz bo'lsa ham, lekin plyus taraflardan bittasi bu yerda umuman g'iybat yo'q, odamlar bir-biri bilan umuman ishi yo'q. Bu menga juda ham yoqdi. Koreyada 3 yildan beri yashayman. Koreyani eng menga yoqqan tarafini aytib o'tmoqchiman. Bu ayollarga xavfsiz tarafi, ya'ni kechasi 12 bo'ladimi, 1 bo'ladimi, hech kimni siz bilan ishi bo'lmasligi. Hammaga assalomu alaykum. Men Koreyada 2 yildan beri yashayman. Menga yoqqan tarafi koreyskiy kosmetikalar. Kimga koreyskiy kosmetikalar kerak desa, filmga obuna bo'linglar. Hammaga salom. Koreyaga kelganimga hali ko'p bo'lmadi. 1 yilda bilgan narsam bu yerdagi hojatxonalar tozaligi va tekinligi yoqdi. Assalomu alaykum. Koreyaga kelganimga 10 yil bo'ldi. Bu yerda deyarli hamma narsasi yoqqan, eng yoqqani yog'siz ovqat yeyishlari. Koreyada hamma mendan so'raydi, yuzlari nimaga tiniq, nimaga nima. O'sha ovqatlarida tugadi deb o'ylayman. Bundan ham qiziqarli ma'lumotlar uchun sahifamga obuna bo'lishni unutmang.